Canob Putin. Nima bo'ldi, janob Putin? Ozarbayjonning mintaqada kuchli davlatga aylanishi so'nggi 200 yil ichida ilk bor bir qarich yer bermay, balki o'z kuchi bilan yer qaytarib, suverenitet va hududiy yaxlitligini tiklashi, milliy manfaatlarni himoya qilishi, prezident Ilhom Aliyevning global sahnada yetakchi sifatida tan olinishi va eng yirik xalqaro minbarlardan e'tirof etilishi sizni shunchalik bezovta qilyaptimi? Biz tushunamiz. Axir siz buyuk Rossiya o'z hududiga majburan qo'shib olgan xalqlar ustidan hukmronlik qilishga o'rgangansiz. Daxil etdiyi xalqlar üzərində hökmran. Və bugün hər iki imperiya tarixin zibi... Bugun esa ikkala imperiya tarixning chiqindixonasiga uloqtirilgan bo'lsa-da, bu qarash o'zgarmadi. Bu an'ana davom etmoqda. Bir paytlar Stalin bosh ko'tarib erkinlik talab qilganlarni NKVD orqali yo'q qilgan bo'lsa, bugun Putin haqiqatni aytganlarni omon bilan jazolaydi. Ya'ni 1937-yil davom etmoqda. Yanada qattiq, yanada dahshatli. Davom edir 37, daha keskin, daha ciddi. Bir vaqtlar ittifoq tarkibida bo'lgan davlatlar allaqachon 30 yildirki mustaqil. U anglayaptimi? Tarix hech narsani unutmadi. Na Stalin davridagi repressiyalarni, bu davrda Ozarbayjon xalqining ziyolilari yo'q qilinganini, na 30-yanvar voqealarini, na Xo'jali qatlomini, na Ozarbayjon yerlarining bosib olinishi va 30 yil davomida bu yerlarning ishg'ol ostida bo'lishini. Bu yerda yuzada Armaniston bo'lsa-da, orqasida aynan Rossiya turgani ayon. ASTV raisi dastur davomida Qorabog' muammosining yechilishiga aynan Rossiya yo'l qo'ymagani, aslida bu hududiy muammoning asosiy ijodkori Rossiyaning o'zi ekanini ham aytib o'tdi. Rusiyanın iştirakı ilə aynan Rossiya 30 yil davomida o'zi yaratgan Qorabog' muammosining yechilishiga yo'l qo'ymagani va bu yillar davomida aynan Ozarbayjonning Qorabog' tomirini bosish orqali bizga cheksiz azoblar bergan. Asabimiz va milliy g'ururimiz bilan o'ynagan Rossiya bugun Qorabog' masalasi hal etilgach, o'zining g'azabini mamlakatda yashayotgan ozarbayjonliklarga qaratmoqda. Ötən ilin dekabrında Bakıdan Grozniyaya uçan... Endi esa Rossiya tomoni voqeani o'rganyapmiz deydi. Nima o'rganiladi? O'tgan yil dekabr oyida Bakudan Grozniyga uchayotgan Azal samolyoti aynan Rossiya osmonida raketa bilan urib tushirilgan edi. 38 kishi halok bo'ldi. Rossiya bu fojia ortidan ochiq, rasmiy uzr so'ray olmadi. Ozarbayjonlik deputat Moskva aeroportida hech qanday sabab ko'rsatilmasdan qo'lga olinib, mamlakatga kiritilmadi. Ko'plab kiberhujumlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiyadan kelmoqda. Solovyov kabi unsurlar Ozarbayjon xalqiga tahdidlar yo'llamoqda. Bu ham oddiy YouTube kanalida emas, balki Rossiyaning davlat telekanalida. Xalqının ünvanladığı təhqirlər, hədələr